Pepsi ichilganda tanada qanday jarayonlar sodir bo'ladi? Birinchi, Pepsi bu shunchaki ichimlik emas. U tanaga kirishi bilan bir vaqtning o'zida bir nechta tizimlarga ta'sir qila boshlaydi. Keling, bu jarayonni inson tanasi ichidan kuzatamiz. Ikkinchi, Pepsi og'iz orqali ichiladi va qisqa vaqt ichida oshqozonga yetib boradi. Gazlangan suyuqlik oshqozon muhitiga tushib, darhol kimyoviy reaksiya boshlanadi. Uchinchi, oshqozon ichida Pepsi kislotali muhit bilan aralashadi. Gaz pufakchalari kengayadi, oshqozon devorlariga bosim beradi va hazm jarayoni tezlashadi. To'rtinchi, keyingi bosqich ichaklar. Pepsi tarkibidagi shakar va moddalar ichak devorlari orqali so'rilib, qon oqimiga o'ta boshlaydi. Beshinchi, mikroskopik darajada biz yorqin zarrachalarni ko'ramiz. Bu tanaga kirayotgan energiya va glyukoza bo'laklari bo'lib, ular qon orqali tarqaladi. Oltinchi, qon orqali bu moddalar miyaga yetib boradi. Neyronlar faollashadi, sinapslar tezroq ishlaydi va qisqa muddatli hushyorlik hissi paydo bo'ladi. 7. Mushaklarda esa energiya oqimi kuchayadi. Tana o'zini tetikroq his qiladi, harakatga tayyor holatga keladi. 8. Ammo bu jarayon faqat ijobiy emas. Oshqozon sezgir bo'lsa, Pepsi devorlarni bezovta qilishi, yallig'lanishga o'xshash holatlarni yuzaga keltirishi mumkin. 9. Qonda shakar miqdori keskin oshadi. Glyukoza zarrachalari haddan tashqari ko'payib, organizmni muvozanatdan chiqaradi. 10. Natijada qisqa energiyadan so'ng charchoq paydo bo'lishi mumkin. Shuning uchun har qanday ichimlikda me'yor muhim. Tana eng qimmat tizim.